eshitinglar. Eshitinglar. Musa alayhissalom zamonasida vaqtlar bormi? Musa alayhissalom, Musa payg'ambar zamonasi qurg'oqchilik bo'lgan. Mana bizlar yomg'ir duo qilib, masjidlarni so'rab, yilab, Allohdan so'rab qurg'oqchilik bo'lgan. Yomg'irda daraga bo'lgan emas. Oila. Hattoki Musa alayhissalom Banu Isroilni yig'ib, erkak va ayollarni yig'ib, hayvonlarni olib, kichik bolachalarni olib, Musa alayhissalom keyin qavm bilan sahroga chiqadi. Suv yo'q o'zi, chanqab turishdi. Robbim yalinicha suv berdi. Rahming kelsin. Bizga rahming kelmasa, xotinlarimizga rahming kelsin. Xotinlarimiz rahming kelmasa, bolachalarga rahming kelsin. Bolachalar rahming kelmasa, hayvonlarga rahming kelsin. Hech yo'q. O'sha suvga muhtojlik yeri bor. Masalan, yaling yasa, Alloh taolo Jabrayilga tushirib aytdik. Ichinglarda 40 yildan beri gunoh qilib turgan odam. Hali tavba qilmadi ashish. Ashadan chiqib ketsin. Duoylar qabul bo'ladi, desa ham bo'ladi. 40 yil. Hali odam ichida bormi, yo'q? Borda, prosta strelgan boshqa birovga. Menmas degan. Odam o'zi menmas degan dardga uchab qoladi, menmas. Hech kim Musa alayhissalom yetkizdi. Hech kim turmadi. Opto chiqqan sari isiyapti. Ey Robbim rahming kelib bo'pti. Ya, turmasa ketmaydi. Yomg'ir keldi. Haligi odam 40 yildan beri Xudo gunoh qilgan odam sekin beting tosib ketib qoladi. Biz qaramay turaylik. Hijolat bo'layotgan bo'lsa ketib qoladi, duoyim ijobat bo'lsa, vis Banu Isroilga yomg'ir kelishiga sabab bo'ladi. Turmadi. Uchinchi bor aytgandan keyin hali odam o'ylanib turib, "Ashin men 40 yildan beri moyishni qilyapman, hali ham tavba qilmagan." Deb o'ylanib qoldi. Alloh sharmandasini chiqarib qo'yamdi. Chiqarib qo'yamdi. Bilamidi uni kimligini? Ism familiyasigacha bilamidi? Men falonchi desa bo'lamidi? Bo'lardi. Lekin Alloh sharmanda qilmadi. O'ylanib turib, Xudoyim, shukr senga. Meni sharmanda qilmaganingga shukr. Men hozir nima deb ham ketaman? Bundan keyin mahallada yurishim bor, shaharda yurishim bor, ayolda yurishim bor. Ey Alloh meni rahmaga, iltimos, men tufayli shuncha ming odamga yomg'ir berib qo'ymagan. Iltimos yomg'ir beraver. Men turmay qo'ray. Yomg'ir beraver. Musa alayhissalom endi tuga deb tursa, uzoqdan qora bulutlar kelishni boshlab qoldi. Musa alayhissalom hayron, Robbim, hali odam ketmadi-yu, turmadi-yu. Ey Musa, sizlarga yomg'ir asha gunohkor tufayli kelmayotdi. Tavba qildi, endi sizlarga asha odamni duosi bilan keladi. Bu subhanalloh, bu Allohning mehribonligi. Asha odam tufayli sizlarga nima keladi? Yomg'ir keladi. Musa payg'ambar, ey Alloh, asha odam bandani, avliyo bandani aytib qo'ydi, bir assalomu alaykum deb tanishmay. Alloh taolo aytgan ekan. 40 yil gunoh qilgan holda uni yashiruvdim. Endi tavba qilib meni do'stim bo'lsa, oshqorami deydi. Oshqora qilamanmi, sharmanda qilamanmi deydi. Tushunarli? Men aytmoqchiman, mana yomg'ir yog'ib qolishligi bir tomondan yaxshi, Kriston xalqiga. Bizga virus bo'ldi. Ichimizda kimdir bormi keyin? Rosa-da. Tavba qilsin. Asha odam hozir ichimizda kim bo'lsa, hammamiz tavba qilaveraylik. Alloh taolo tavba qiluvchi odamni sevadi. Yaxshi ko'radi. Banda tavba qilsa rozi bo'ladi. Alloh taolo bandani bilan egilishini yaxshi ko'radi. Robbim, uzr. Voy, Ka'baga borsam, assalomu alaykum, Robbim, uzr. Deb bunday turasizmi? Bu hay'atni Alloh sevar ekan. Juda sevar ekan. Tushunarlimi? Hozir shu tavbalarni ko'paytirib qo'ysak, bunga ham ketishimizga nima qiladi? Yaxshi yo'llarni ochib qo'yadi. Bir ovozdan hammamiz inshaalloh tavba qilib duo qilamiz. Amin. Alloh taolo Parvardigor, Robbimiz, mehribonimiz, bizlarning ilohimiz, podshohimiz, sayyidimiz umraga chaqirgan o'zingsan.
umriga salomatlik bergan o'zingsan. Umriga pul bergan o'zingsan. Bizdan emas. Alloh taolo bizdan emas, shu kunga topgan narsamiz hammasi sendan. Mol mulkimiz ham, obro'yimiz ham, farzandimiz ham, uyimiz ham topgan nima topib Alloh sendan. Sendan bor Alloh taolo bir imkoniyat bilan ketyapmiz. Alloh yo'limizni ochiq qilgan. Chiroyli borib kelish nasib etdi. Shu kungacha qilgan xatolarimizni tavba qildik, Parvardigor. Afsusdamiz, nadomatdamiz. Alloh kechirim so'ragan ketyapmiz. Ozgina dunyoga mashg'ul bo'lib qolding, seni zikringdan g'ofil qoldi, Alloh bizlarni kechirsin. Yo'llarimizni ochgin. İçimizde yaxshilarimizni qanotini ostida bizga o'xshaganlarni o'tkazib yuboraver, Parvardigor. İçimizde yaxshi oqsoqollar, yosh kattalarimiz bor. Alloh deydigan opalar bor. Shularni qanotini ostida bizga o'xshagan yoshlar Alloh o'tkazib yuboraver, Parvardigor. Chiroyli borib, billa borib, yana inshaalloh 14 kundan keyin chiroyli qaytib kelish Alloh hammamizga nasib ro'zatga aylagin. Bu qilayotgan umr ibodatimizni husni qabul qilgin. Chiroyli zikrlarni aytishimizga, o'zimizni yaxshi tomonini chiroyli ko'rsatishga bizga yordam bergin. A'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatika ya Rabbal Alloh.